Xo'sh, hammaga assalomu alaykum. Bugun men dam kunim. Aylanishga chiqdim. Hazaykam chiq dedi. Xullas, hozir men dengizning bo'yiga ketyapman, sohilga. Mana shu yo'llar olib boradi dedi. Boya yuqoridan tushirgan parashyut shu sohilga borib tushar ekanda, to'xtar ekan. Shunga qiziqayapman. Men Antaliyaning Alanya degan kichkina tumanidaman. Shu yerga ishlashga keldim, xullas. Alanyani yaxshi aylanib, ko'rib, nima qilaman. Bu yerda rosa ko'p otellar, turizm yer ekan. Turistlar çok keladi ekan, ko'p. Ya'ni bu yerda otel ko'p. Chetdan keladigan turistlar uchun. Yozda rosa ham odam ko'p bo'lar ekan, qishda kamayib qolar ekan, o'zining xalqi yashar ekan. Asosiysi Antaliyada, o'sha Alanyada, keyin Serek, yana Lara, shu Antaliyaning o'ziga qarashli joylarda inglizlar ko'p yashar ekan. Ya'ni ko'chib kelgan inglizlar, ruslar ko'p ekan, arablar ko'p ekan. Ya'ni Türk xalqi ozroq. Mana shu yo'lga qarab ketaveramiz. Hamma joy otel. Bu uy eski tosh uy ekan. Ixchamligini qarang. Zakonni bitta remont qilib olsa, yashayversa bo'ladi. Kichkinagina, ixchamgina. Bu yer ham otel.